Dushovoy kabinalar narxi sinib ketyapti. Sababi hammom qurmay qo'yarasizlar qadrdonlar. Mana $250 dan mana shu dushovoy kabinalarimizni qo'yyapmiz. Qanaqa chiroyli, qanaqa gulli. Yangi uylanaman degan akalar hammom yo'q, bo'g'ilib o'tirmaylar. Shundan uyni ichiga bitta qo'yib qo'yasizlar $250. Qolaversa hojonalar uchun mana shunaqa turbichi dushovoy kabinalar ham kelgan. Xudo xolasa, taylari ham chiqishga udobniy, pastgina. Hojonalarga bosib olinglar. Mana bularni rosa sotdik, $300 dan qo'yganman bularni. Men o'zim mana bu oqi, bu qorasi mana. Ko'ryapsizlarmi qadrdonlar? Xohlagan razmeringizni, xohlagan istagan pulingizga yarashasi bor. Lekin $250 dan joyida ham yo'q bo'lsa kerak dushovoy kabina. Uni ustiga Quva tumani bo'ylab dastavkasi bepul, respublika bo'ylab kelishilgan holatlarda qadrdonlar mana. Dushovoy kabinalar juda ko'p. Uyasida turibmiz, uyasida. Jo'rabey, nima gaplar endi jigar? Aka, xalqimiz maza qilsin deb $50 narxini tushirib mana shu kabinalarimiz qilib berganmiz. Kuyov bolalar maza qilsin, deng. Kuyov bolalar maza Yana. qilsin. Uylanolmay yurgan yigitlar, uylaninglar, dushovoy narx tushdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Xohlagan razmerlaringizda, xohlagan pullaringga yarashasi bor. Kerak bo'lsa, qadrdonlar, bunaqa sveta muzikaliklari, bunaqa bluetoothliklari bor. Muzikani qo'yib olib, cho'milasizlar. Manzilimiz Quva tumani markazida, hozir manzil tashqaridan tushuntirib o'taman. Manzil o'ta qulay, Ahmad Afarona xiyobonni ko'rib turibsizlar. Bu tomon chuqurdan chiqish, to'g'rimizda yangi binolar qurilyapti. To'g'risida Lider Santexnika mana ko'rib turibsizlar qadrdonlar. Ahmad Afarona domlaridan keyin mana Lider Santexnika. Joninglar sog' bo'lsin, gazini bosinglar, like bosinglar, obunani bosinglar.